Mol bo'ldi. Nech puldan bo'ldi aka bular? 11 dan qaytdi. G'unojina? G'unojinlar 11 milliondan qaytgan. Aka qancha pul shu deyin? Nech pulga oldingiz? 14? 14,5 ga olingan ekan. Buxoro viloyati Peshku tumani Mol bozor. Aka ketyapmingmi? Qaytdimi? Narxini ham bilmaysan? Qaytgan ekan, narxini bilmaydilar. Taqoyech, nashu assalomu alaykum. Nazgashin, solgotonsarim, alog'nashdi. Vaqtido, hamtu. Video arzonmi, qimmatmi? Mash. Peshku bozorida turibmiz, o'z narxlarini ko'ramiz. $6 million 8'dan qaytardi. 6 million. Uchalasi, ha? 6 million 800 dan qaytgan, uchalasi. Har bir donasi 2 million 250 300 dan da tushgan. Nech pul bo'ldi aka? 15? Qisirmi? 15 ga olingan sigir qisir ekan. 15 million. Bitta narxlarni so'rayveramiz hozir. 15 millionga olingan ekan. Aka nech pul bo'ldi bu? Sigirni bilmaysizmi? Bu qancha pul shu to'g'rikalon? 15,5 ana bu qancha bo'lgan? Orqadagi bu qancha 15,5 bo'lgan. 15,5 bo'lgan. Chiqtirsizlar yana balyapman. To'rtin Samad aka. Bosing, nima qo'rqasiz bu biron? Bilasan sizga? Ha, ketdikmi? Qalamdan girgan. Ana g'altashlar. Salat ekan. Champur shu desa qalon. Champur shu din? 80. Ana 82 ga olingan do'stlar. 83 8 million 300 ga olingan. Do'stlar ana. 10-chi 8 million 300 chiroyli ekan. Qo'qolmoqchi bo'lyapsiz. Kelgan mollarning narxini so'rayveraman. Champur rizqdan yo'q ashmi? 16,5? Zo'r. 16,5 millionga olingan bu qacha. Yarim millionga olingan bu qacha. Qalay? Yaxshimisiz? Meni deydi-ku. Nech pul bo'ldi bu? Katta usta. Nech pul bo'ldi? Qancha pul shuding so'kalon? 8'ni 8,5 milliondan qaytgan ekan bu o'zincha. Qancha pul shuding? Ne 24 qisirmi? Ona bacha, ha? Ona bacha. Ha, zo'ram. 24 millionga olingan ona bacha. Sigir bachasi 24 millionga olingan ana shu sigir. Chiroyli ekan. Bachasi ham o'kscha. Ana Peshku mol bozori. Bugun yakshanba 2025-yil. 26-oktyabr. Ana mol bozor. Sekin odamlar qaytayapti. Bir narxlarni ko'ramiz hozir.
Hamtular ondan mı öğrenmek mi yakta mı çıkartmış ki? Ha. İlhom Sharapov. İlhom Sharapov kanalı. Mesela. Aka çampul yükselt ne? Ular 9,5 dan. Ana 9,5 milyondan bunu inşallah. Değil yaptı. Sotuşı boşqa. Aynen. Yine çampulikdeki ne mi donto mu? Ular 6,5 dan. Bu kaça mı? Ana modda 6,5 milyondan olingan har biri. Bunu o'zinchalar. Zo'r. O'zinchalar 6,5 milyondan olingan. İşte. Katta usta neç pul deyapsiz buni? 7,5. Savdo neç pul bo'ldi? 7,5 milyon deyapti. 68. 6 milyon 8 bo'lgan ekan narxi. Buni uchun ha? Doktor Ecevit tushunmayapti kirib. Nasıl şu? Ne dedi? Yine çambul piston. Çambul savdo şu. 9 milyon deyaptilar, 8,5 savdo bo'lgan ekan. Bu qancha? Ana egasi. Uchar. Bozorda katta bo'lgan bolalar bular. Maktabda ko'rashni durga qilmagan, men tarsimaynu. Champul shu aka? Qisir ha? Qisir. 13,5 bo'lsa beraman dedilar sigir. YouTube'a sarada. Hamto. Ijna uzoq xudo tunamay net. İnşallah. Hamto. Öküzchalar neç puldan bo'ldi? 8,5 aytman aka, 8 milliondan bo'lsa beraman. Ana 8,5dan deyilyapti. 8 milliondan bo'lsa berib. Ayting nomeringizni, telefon qiladilar. 99lik. Aha. 99lik. 555 05 43. Telefon qilasizlar, Buxoroda dastavkasi ham bor hatto. Ha, qo'ydim ana, qo'ydim. Qo'ydim YouTube'ga. Bularnimi? Çabulukset nom narxi falan qay narxi? Narxi shunday kutashdik. Nona shasnifda pulsi. 9 milyondan ha? Kabi bor. Bozor savdoni ish puldan qildi ana. Bozor 8,5dan so'rayapti. Ana. Telefoningizni ayting. Telefoningizni ayting. 99. Ha, 99lik. 544 544 20 50. 20 50 ana. Telefon qilaverasizlar. Ho'kizchalar ha? Chiroyli, yosh ekan ana. Ana. Bayzi boy, batte ko'ngil meshnedi va men beni. Hamto. Ani molo ana. Pulato qateto. Zo'r qochalar. Telefon qilasizlar. Qochaynoyim. Necha oylik bo'g'iz bu tog'o? 7 oylik keltirib. G'unojin. Nech pul deyapsiz? 18 ni 7 oylik bo'g'iz g'unojin 18 deyilyapti. Nech pul bo'ldi savdo bozor? 16,5 ga bermoqdilar. Kechki bozorda. Telefon raqamingizni ayting, bir tekda odam telefon qiladi agar uydan. Telefon yo'qmi? Telefonlar yo'q. 7 oylik g'ulonchi. Chiroyli g'ulonchi. Qisirmi bu? Necha pul? Bunga kelimda 14. Necha oylik bo'g'iz bu? 5 oylik bo'g'iz. Suti ham bormi? 5. Birinchi qorin, ana suti ham bor. Deyilyapti. Necha pul bo'lsa berasiz buni?
12,5. Telefon raqami berasizmi? Sotilmasa uydan ham telefon qiladilar. 95lik. 95lik ha. 840 840 60 61, to'g'rimi? Telefon qilaverasizlar agar shu uydan ham sotaveradilar. Zo'r, suti ham bor ekan, yana ichi bo'g'iz. Suti ham bor, yana ichi ham bo'g'iz. Ona bola sigir. Bachasi bu qachami? Nech pul deyapsizlar? 26. Nech qorin tuqqan bu? 4 qorin tuqqan. Suti nechi litr bu suti bor buni? İçi bo'g'ozmi yo'qmi? Ana. Bachasi buqacha, 4 qorin tuqqan sigir. Telefon raqamini ayting, telefon qiladilar agar uydan. Telefon raqami 93lik. Aha. 091 091 12 17. 12 17, to'g'rimi? Lekin buqachasi zo'r ekan. Buqachasi chiroyli. Sigirlarning narxlari